O'pka saratoni dunyodagi eng xavfli kasalliklardan biridir. Buning asosiy sababi esa chekish. Tadqiqotga ko'ra, o'pka saratoni holatlarining 90%ni tamaki mahsulotlari keltirib chiqarar ekan. Tamaki mahsulotlarining 70 mingdan ortig'i kimyoviy modda chiqaradi. Ulardan 70 tasi saratonga sabab bo'luvchi kimyoviy moddalardir. Chekmayman desangiz ham ikkilamchi tutun orqali xavf ostida bo'lasiz. Ya'ni kim chekayotgan odamning oldida tursangiz ham ushbu tamaki vositasi sizga ta'sir qiladi. Mutaxassislarning aytishlaricha, bunday ta'sir aynan o'pka saratoniga chalinish xavfini 30% ga oshirar ekan. Esda tuting, hech qanday miqdordagi ikkilamchi tutun xavfsiz emas. Chekishni tashlasangiz, yoshingizdan qat'iy nazar xavf kamayadi. Bundan keyin siz hech qachon chekmagan odam darajasiga qayta olmaysiz, lekin har holda xavf ancha kamayadi. Ya'ni sog'lom turmush tarzini tanlasangiz, bu sizga foydalidir.